Demak, xalqaro cho'chaklar oddiy hayotda o'zimiz doim uchratadigan cho'chaklarga bilyapsiz. Cho'chakni boshqalardan farqini bilishing kerak va o'xshashligini bilishing kerak. Demak, xalqaro cho'chak birinchi shuni o'ylab. Xalqaro cho'chak. Biz bundan oldin cho'chak o'zgarishda qanaqa cho'chakni o'tdik? Yas cho'chak. Aha. Xalqaro cho'chak bu nima? Tip. Eng katta sistematik bo'lim. Tip ekan. Endi bu tip bir nechta sinflarga bo'linadi. Qanaqa sinflar bor ekan? Kam tukli. Birinchi o'rinda ko'p o'rganlarga kam tukli, ikkinchi o'rinda ko'p tukli va oxirida biz biladigan zuluklar, to'g'rimi? Zuluklar ko'rgansizlar ham reallik ko'rganlar aralarga ham bo'ladi, qo'lga adashtirib qo'lga yopishib qoladi. Demak, bilish kerak, kam tukli, ko'p tukli va zuluk. Menimcha sinfni yodlash qiyin emas, to'g'rimi? 3 ta sinfi bor ekan. Sizlardan savol tushib qolsa, xalqaro cho'chaklar nechta sinfi bor desa, tirsa 3 ta kam tukli, ko'p tukli va zuluklar bor. Endi bularni bir-biridan ajratib ketish kerak. Kam tuklilarga nima kiritilgan? Yomg'ir Cho'chak. cho'chagi. Nomuchilarni aytadi, yomg'ir cho'chagi. Nima uchun yomg'ir cho'chagi? Yomg'ir yog'adi, ko'rasizlar. Yomg'ir yog'gandan keyin suv betida yerlarda ko'p miqdorda nima yurgan bo'ladi? Cho'chaklar yurgan bo'ladi. Endi savol, nimaga yomg'irdan keyin chiqadi? Kislorod yer tagida. Ha, uyni suv bosib qolgani uchun kislorod yo'q, nima qilish kerak? Tashqariga chiqib kislorod qabul qilish kerak. O'shaning uchun yomg'ir cho'chagi qattiq jaradan keyin uyni suv bosib qolgani uchun yer betiga chiqib qoladi va shuning uchun nomi ham yomg'ir cho'chagi. Endi yomg'ir cho'chagi birinchi yashash nuqtasi. Qayerda yashaydi? Yerda. To'xta. Qaysi yerda? Atmosfera tushmaydi. Chirindiga bor bunga? To'xta. Ha. Chirindiga bor, tuproqda istiqomat qilar ekan, to'g'rimi? Endi morfologiyasi tashqi turilish jihatdan qanaqa bu? Bu yog'i ham konusdan o'tkirlashgan, bu yog'i ham konusdan o'tkirlashgan, to'g'rimi? Ne bo'g'inlari bo'ladi. Aha. Bo'g'inlardan iborat ekan. Anatomiyasi ichki tuzilishga o'tadi. Har biri tashqi tomondan bir qavat epiteliy. Mana shu terisi deyiladi, to'g'rimi? Demak, terisi bor ekan, bir qavat epiteliysi bor ekan. Ko'pchilik aytadi, bir qavat epiteliysi bor faqat. Yo'q, ichkarida bir epiteliy bor. Har birining ichida bunday ajratilgan bitta bo'limi bor, to'g'rimi? Ichida bo'shliq bo'ladi. Mana shu bo'shlig'i tana bo'shlig'i deyiladi. Chunki demak, ichkarida bo'shliq bor, o'sha tana bo'shlig'i ekan. Demak, tashqarida bir qavat epiteliy, mana ichkarida yana bitta epiteliysi bor. Bir qavat ikki qavat epiteliy bor. Yo'g'onam, tashqarida bitta epiteliy, ichkarida yana bitta epiteliysi bor ekan. Tushundingmi? Boshingdan. Mana yo'q. Demak, tashqarida bir qavat epiteliy, ichkarida yana bitta epiteliysi bor. Endi hazm qilishi bitta og'ir, ichkarida nima bor? Halqumdan keyin qizil o'ngach kengaygan qismi bor. Jig'ildon deyiladi. Jig'ildon bor ekan. Jig'ildon birinchi shularda paydo bo'lyapti, to'g'rimi? Kitobimizda shuncha bo'limi aramorfoz deyiladi. To'g'rimi? Oldingilarda jig'ildon bormi? Yo'q. Jig'ildon eng taraqqiy etgan sinf vakillari kim? Yo'q. Bular endi paydo bo'ldi. Qushlar. Tushundingmi? Qushlar ovqatini haligi pingvinglar ko'rgan bo'lsanglar, baliqni bolasini oldigacha olib keladi-da, keyin chiqarib beradi, to'g'rimi? Demak, bu qayerda saqlaydi ovqat? Jig'ildonni dushga bo'ldi. Tushunsan? Demak, jig'ildon eng zo'r taraqqiy etgan organizm qaysi ekan? Qushlar ekan. Kimda boshlandi bu narsa? Birinchi bo'lib xalqaro cho'chaklarda boshlandi. Undan keyin oshqozon keladi. Bundan oldingilarda oshqozon yo'q edi, to'g'rimi? Demak, bularda birinchi nima paydo bo'ldi? Oshqozon. Oshqozon ham demak nima? Aramorfoz. Birinchi marta oshqozon paydo bo'lyapti bular, to'g'rimi? Keyin undan keyin lekin afsuski ichak taraqqiy etganlarda bizda misol uchun 3 xil ichagimiz bor, 12 barmoq ichagimiz bor, ingichka ichagimiz bor, yo'g'on ichagimiz bor, to'g'rimi? Bularda esa faqat bittagina
ichak bor bu. Va oxirida chiqib ketadigan joyi bor. Hazm qilish shunday ekan. Endi qon aylanishi. Eslab qolasizlar. Qon aylanishi ikki xil bo'ladi. Ochiq qon aylanish sistemasi bor, yopiq qon aylanish sistemasi bor. Agar qon faqat qon tomirlarining ichida suzib yursa, bu yopiq deyiladi. Chunki hech qayerga oqib chiqib ketmayapti, to'g'rimi? Ochiq sistemada esa qaysidir bo'shliqqa quyilib, keyin yana qon tomiriga o'tishi kerak. Tushundinglar? Bu ochiq bo'ladi. Qon tomiridan tashqari biror joyda suzsa, u ochiq. Agar faqat qon tomirida o'zi suzsa, yopiq. Bularda ochiqmikan, yopiq ekan? Yopiq. Bularda yopiq. Faqatgina nimaning ichida suzib yuribdi? Qon tomiri ichida. Qon tomirining ichida suzib yuribdi. Endi qon yurishi uchun albatta nima kerak? Yurak kerak. Lekin bularda yurak yo'q. Shartli ravishda yurak kelgan. Nima uchun shartli? Chunki oldingi 1, 2, 3, 4, 5 tarsini misol uchun mana shunaqa qon tomiri yo'g'on joylashganda nima qilish xususiyatiga ega? Qisqarish xususiyatiga ega. Mana shu qisqarib turgani hisobiga qon aylanyapti. Tushundinglarmi? Endi tarasan hisoblanadi. Baliqlar bor. To'g'ri, baliqlar. Mana bu yerda jabrak bor. Mana shu jabrak bo'lgani uchun mumkin ikki kameralar yuragi bo'ladi-da. Qon dastlab jabraga kelib, keyin tanadan bu yoqqa harakatlanadi. Shuning uchun qon bu yoqdan bu yoqqa qarab harakatlanadi. Tushundinglar? Oldindan orqaga qarab harakatlanyapti bularda. Chunki oldinda jabrak bor. Nafas olishi oldinda joylashgani uchun dastlab jabraga kelib, butun tanaga borib, kislorod berib, yana karbon angidridni qaytib kelish kerak. To'g'rimi? Shuning uchun ham bularning yuragida karbon angidrid suziladi-da. Sovuq qoladi. Sovuq tushsa bu darrov nima qilib qoladi? Uyquga ketib qoladi yoki faolligi pasayib ketadi. Shuning uchun mana qishda muz bilan qoplanib qolgan ko'llarni ko'rsanglar, o'sha yerdagi baliqlar sekin suzadi, bilasizlar? Sababi ularda sovuq natijasida karbon angidrid bo'lgani uchun sovuqqonli bo'lib qolgan. Kun ustida yaxshi harakatlanadi, zo'r suzadi, ko'payish amalga oshadi-da. Sovuq tushib qolsa bu ular darrov gangib qoladi. Tushuntiribmi? Endi bu nimaga buni aytyapman? Nimaga buni aytyapman? Chunki bularda nafas olishi terisi orqali bo'ladi. Bildinglarmi? Bularda jabr yo'q. O'pka ham yo'q. O'shaning uchun bular nafas olishi nima bilan ekan? Terisi bilan nafas oladi. Nega yozib qo'yamiz? Terisi bilan nafas oladi. Endi terisi bilan nafas olgandan keyin tanasiga kislorod tegishi uchun shilimshiq modda ishlab chiqaradi. Hech qachon ko'rding, quruq bunaqani ko'rmaysan, to'g'rimi? Quruq cho'lchak ko'rmaysan. Har doim shilimshiq bo'ladi yoki ko'l bo'ladi. O'sha ko'l bo'lishi sababi ho'l narsaga kislorod yaxshi oqadi. Tushundinglar? Ko'l, uyingda ventilyator bo'lsa, hali konditsioner bo'lmagan paytda namlatdan chiqib konditsioner ustiga tashlab qo'yasan. Nimaga? Sovuqroq havo keladi, to'g'ri? O'shaning uchun buni tanasi ho'l turadi. Nimaga? Yaxshiroq nafas olish uchun. Tushundinglar? Keyingisi ko'payishi. Tabiatga oldi foydasiga insondan boshqa hamma amal qiladi. Bu yaqin qarindoshga uylanmaslik. Nima bu? Tushuntiramiz ekan. Bular mana shu narsaga amal qiladi. Ya'ni yaqin qarindoshga nima qilmaydi hech qachon? Uylanmaydi. Yaqin qarindoshga nima nazarda tutyapti? Mana bitta tushunchang, to'g'rimi? Bu organizm germafrodit. Germafrodit degani erkak ayol, ya'ni bunda ham tuxum hujayra hosil bo'ladi, ham erkak hujayra hosil bo'ladi. Shu joyda misol uchun o'zini o'zi urug'lantirib qo'ysa bo'ladi, to'g'ri? O'zini o'zi urug'lantirsa ham hech narsa. Lekin bular o'zini o'zi urug'lantirmaydi. Tushundinglar? Yaqin qarindosh degani shu. O'zidagi genni o'ziga qaytarib ursa bo'ladi. Lekin nima qilmaydi? Buni qilmaydi. Unda qanday tanlaydi deydi, misol uchun erkak yoki ayol urug'lanishni yoki urug'lantirishni qanday tanlaydi desa, birinchi erkak hujayralar hosil bo'lsa, u ota va ona qidiradi. Tushundinglarmi? Birinchi tuxum hujayra hosil bo'lib qolgan qidiradi. Agar unda ona hujayra birinchi paydo bo'lib qolsa, tuxum hujayra yetilib qolsa, u ona uni kelib nima qilish kerak? Urug'lantirish kerak. Lekin ikkalasini ham qiladi bular. Faqat farqi nimada?
Nechtadan tuxum qo'yar ekan? 6-3 dan 6-20gacha. Nechi? 2-3 dan 6-20gacha. 2-3 tadan 6-20gacha. 6-20tagacha nimaga qo'yadi? Pillaga. Ha, eslab qo'yinglar. Pillaga qo'yadi. Tushundinglarmi? Ya'ni dumaloq sharchalarni ichiga tuxum qo'yib qo'yadi. Va ular qanchadan keyin yorib chiqar ekan? 1 oydan keyin. Roq qarasa 30 kunda yorib chiqadi. Oson ekan. Bularga ham aqlli organizmlar. Ota yoki ona bo'lishda qaysi hujayra shakllanib qolishi kerak tanlaydi. Bu tamom ko'payadi rivojlanadi. Keyingisi ayrishi. Bularda ayrishlar boshqacharoq bo'ladi. Bundan keyingi organizmlarda mollyuskalarda ham ko'rasizlar buni, bo'g'im oyoqlilarda ham ko'rasizlar. Bularda boshqa beradi. Sirtmoqsimon ayrish bor. Sirtmoqsimon ayrish degani har bitta tana bo'g'imi bor-ku, mana bitta chuvalchang bo'lsa, har bittasini tana bo'shlig'i bor, albatta. Tana bo'shlig'i bor. Mana shu yerda tepasi voronkaga o'xshagan, pasti ilmoqqa o'xshagan ayrish bor. Tepasida ayrish mahsulotlar tushib yuraveradi-da, har bitta bo'g'imdan tashqariga chiqib turadi. Tushundinglarmi? Tepasi bo'shliq ochilgan voronka ortiqcha musul tashib yuboryapti. Pastida musuli bor. Haligi Willy Wonka naqasini kim ko'rgan bo'lsa, kinosini ko'rgan bo'lsa, olma holda qatorib o'tiradi-da, musulni o'rtaga o'tiradi. Bilasizlarmi? Xona xuddi shunday joylashgan. Tasavvur qilishingiz uchun. Xona shunday joylashgan, ichida shunday bo'shlig'i bor. Bitta musul o'tiradigan teshigi bor. O'sha yerga qarab nima qiladi ular? Musulni o'tiradi. Ayrish degan mahsulot har bitta bo'g'imidan tashqariga chiqib turadi. Bu insonga o'xshab ikkita buyrak, unda infiltratsiya, reabsorpsiya bo'lib o'tirmaydi-da. Oddiygina sirtmoqsimon qilib chiqarib olgan bo'ladi. Keyingisi nerv. Ayrish gapirdim, ha? Keyingisi nerv. Qaranglar. Mana bu chuvalchang joylashgan, to'g'rimi? Mana bu yerda halqumi bor edi, eslaysizlarmi? Og'izdan keyin halqum keladi. Mana shu halqumning ustidan ham, ostidan ham nerv o'tadi. Shuning uchun ikkita nervning nomi halqum usti, halqum osti va nerv zanjirlari o'zaro buni nima qiladi? Ikkita nerv bog'lab turadi. Ya'ni tepadagi ma'lumotni pastga o'tkazadi, pastdagi ma'lumotni tepaga o'tkazadi. Tamom. Endi muskuli chuvalchang yerda sudralib yuribdi. Sen uni bunday ko'tarib yerga tekkizib tursang, sen uni bo'yini o'lchaysan, to'g'ri? Asosiy qo'yib o'lchasang ham bo'ladi. Endi tushunarli bo'lishi uchun yerda bunday tekkizib tursang, buning uchun sen uni chuvalchang bo'yini o'lchaysan, to'g'rimi? Uzunligi qancha chuvalchang? 8-10 santimetr, to'g'ri? 8-10 santimetr bo'lsa, sen bo'yini o'lchayotgan paytingda chuvalchangni mana bunday ko'rinishda o'lchaysan, to'g'rimi? Mana shunday ko'rinishda bo'ladi chuvalchang sen qo'lingda. Mana shu tanasini mana shu qismida joylashgan muskuli bo'ylama muskul. Mana shu zo'r tushunib olsang, nafsingda esingda qoladi. Demak, tanasini tashqi bo'yiga tushgan muskuli nima ekan? Bo'ylama muskuli ekan. Buni o'rtasidan o'tgan muskul halqasimon, chunki tanasini mana o'raydi, to'g'rimi? Shunchidan bu qanaqa muskul bo'ldi? Halqasimon. Bunisi bo'ylama ekan, buni orasida o'tgan esa halqa muskuli ekan. Endi oddiy qilib tushuntiramiz, qarab. Agar bo'ylama muskul qisqaradigan bo'lsa, bu tomondan siqiladigan bo'lsa, chuvalchang yo'g'onlashyaptimi, ingichkalashyaptimi? Yo'g'onlashyapti, to'g'rimi? Agar mana halqasimon orasida o'tgan muskul qisqaradigan bo'lsa, cho'ziladi muskul. Chuvalchang, tushundingmi? Mana orasida o'tgan muskul qisqaradigan bo'lsa, chuvalchang uzunlashyapti. Bo'ylama muskul qisqaradigan bo'lsa, chuvalchang yo'g'onlashyapti. Bu sizlar shuni fiziologiyasini tushunib olsanglar bo'ladi. Sizlarga savol tushadi. Halqali chuvalchangning bo'ylama muskullari qisqarsa, chuvalchang nima qiladi? Yo'g'on narsa, to'g'rimi? Yo'g'onlashgan. Bo'ylama muskul qisqargandan keyin chuvalchang yo'g'onlashadi. Halqasimon muskul qisqarsa, uzunlashadi. Eslab qo'yinglar. Tanasini oldinga qarab biron bir teshikka tiqayotgan paytda bo'ylama muskul dastlab o'sha joyga tiraladi. Shu kallasini tiraydi-da. Halqasimon muskul qisqarganda o'sha teshikka kallasini nima qiladi? Tiqadi. Qanchalik kiradi? To'g'ri? Qanchalik bu?
1 mm kirdim, 0.2 mm kirdim. Kirgandan keyin tanasini yana nima qilish kerak? Yig'ish kerak. O'sha paytda orqadagi muskullar, bo'ylama muskul qisqargani uchun tanasini yana nima qiladi? Oldinga yig'adi. Keyin yana halqasini qisqaradi, yana kallasini tiqadi. Yana bo'ylama muskul qisqarganda yana tanasini yig'adi. Tushunyapsan? Shu zaylga turadi. Osmonoviy kreslo qo'shgan kerak bo'lgan narsa bu halqasini muskul qisqarganda chuvalchak ingichkalashyapti. Bo'ylama muskul qisqarganda chuvalchak yo'qolish. Tamam. Endi bu kam tuklilar bilan bog'liq joy edi, to'g'rimi? Endi ko'p tuklilardan buni ham orasiga yozib ketdim bo'ladi. Ko'p tuklilarga kiritilgan organizm bu nerviydi. Bundan farqi, bunda ko'p miqdorda nima bor? Tuklar ko'p bo'ladi, ya'ni tuklari ko'p bo'ladi. Bu tuklar, eslab qolasizlar, dastlabki yana bitta aromatli. Bu uchinchi aromatli, to'g'ri? Oshqozon paydo bo'ldi, jig'ildon paydo bo'ldi. Endi bularda oyoq paydo bo'ldi. Dastlabki nima ekan bu? Tukchalar, oyoq ekan. Umuman o'zi hayvonot dunyosi, faunadagi evolyutsiyada oyoq kimda paydo bo'lgan? Birinchi marta Nereidada paydo bo'lgan. Dengizda yashaydigan ko'p tukli chuvalchaklardan Nereidada birinchi marta oyoq paydo bo'lgan. Bizdagi oyoqgacha yetib kelgan shunaqa. Tushunib oldingmi? Sendagi oyoqni ota-bobosi kim ekan? Nereida. Tushunasizmi? To manchgacha evolyutsiya bo'lib rivojlanib kelgan. Endi zuluklar aslida bilishing kerak bo'lgan narsa xalqaro chuvalchaklar kam tukli chuvalchaklar ikkita sinfga bo'linadi. Bittasi tuproqda yashaydigan biz bilgan yomg'ir chuvalchagi, bittasi qizil chuvalchak. Qizil chuvalchakni ko'p turib qolgan suvda ko'rgansiz. Ne qimmat qiladigan chuvalchak bo'ladi suvda. Kichkina bo'ladi. Qizil narsa bo'ladi. Qimirlab yuradi. Pushingga o'xshaydi. Ha, ko'rgansizlar buni manimcha ko'pchilik ko'rgan. Turib qolgan suvlar bo'ladi. O'shanda qarasak qizil bir narsa suzib yurgan bo'ladi. Xuddi o'sha narsa tabiiy sanitar. U suvni tozalaydi. Yomon narsa emas. Mana suv yomon bo'lib qoldi deyish kerak. U suvni tozalayapti. Tabiiy sanitar ekan. Demak, kam tuklilarga nima kirdi? Qizil chuvalchak kirdi, kam tukli va yomg'ir chuvalchagi kirdi. Ko'p tukliga nima kirdi? Nereida kirdi. Endi zuluklarchi. Zuluklar va alohida sinf. Zuluklarga tibbiyot zuluklari misol keltiriladi. Tibbiyot zuluklari, demak eslab qolishdan kerak bo'lgan narsa, bir so'rganda o'zini vaznidan 10 barobar ko'p qon so'radi. Va o'zidan modda ishlab chiqaradi. Modda nomini eslab qolsanglar ham yozib o'ylab girudin degan modda ishlab chiqaradi. Girudin. Geparin bilan bir xil analitik ko'rinishi o'xshab ketadi. Faqat geparin общий qonga tushgandan keyin butun qonni suyultirsa, girudin faqat mahalliy joyda o'zi qonni suyultiradi. Shuning uchun bir xil zulukka borib yaxshi bo'ldi deydi. U faqat mana shu o'sha chaqqan joyda o'zi qonni zo'r aylantirib beradi, girudin chiqqani uchun. Tushundingizmi? Demak, nima modda ishlab chiqarar ekan? Girudin degan modda ishlab chiqarar ekan, shuni hisobiga qon aylanishini yaxshilash uchun qilinadi. Qandaydir bir xavfli kasalliklardan qarab hisob qo'ying. Bu shunchaki tanadagi ortiqcha qonni chiqarib tashlash yoki bo'lmasa qonni suyultirib berish vazifasini bajaradi. Tushunarli? Xalqaro chuvalchaklar mavzusi shu bo'ldi.